ekan. Qur'on kitobini kindikdan pastga tushirmaslik kerakmi? degan savol. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Darhaqiqat Qur'oni Karimni ehtirom qilish, Qur'onni hurmatini joyiga qo'yish musulmon odamning demak Qur'onga bo'lgan odobi, axloqi, hurmati hisoblanadi. Endi Haj surasida Alloh azza va jalla din shiorlarini, dinga aloqador bo'lgan narsalarni ulug'lashni, ta'zim qilishni buyurib Alloh azza va jalla alohida bir oyat nozil qilgan. Estaizu billah. Zalika va man yu'azzim sha'airallohi fa innaha min taqval qulub degan. Zalik gap shu, mana shu. U ham bo'lsa shuki, kim Allohning shiorlarini ulug'lasa, ta'zim qilsa, Allohning shiorlarini hurmatini joyiga qo'ysa, bu uning qalblarining taqvosidandir. Ya'ni Allohning shiorlariga qilinadigan hurmat, Allohning shiorlariga bo'ladigan ulug'lash qalb taqvosi ko'zga ko'rinib turgan alomati hisoblanar ekan. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, Qur'oni Karimni ehtirom qilish masalasiga keladigan bo'lsak, mushafni hurmat qilish, oyoq osti qilmaslik, xorlamaslik, mushafga odobsizlik bilan muomala qilmaslik butun ummatning ijmosi bilan barcha ulamolarning nazdidagi mushafning demak boshqa mo'min musulmonlardagi haqqi hisoblanadi. Imom Navaviy buni hattoki barcha musulmonlar bu borada ittifoq qilgan, ijmosi bor degan gapni ham aytganlar. Buni bilib olishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo mushafni yana bir oyatda ulug'lab aytadiki, Estaizu billah, la yamassuhu illal mutahharun. Mushafni mutahhar bo'lganlar, pokiza bo'lganlar, pokiza qilinganlargina tutadi, ushlaydi deb Alloh taolo marhamat qilgan. Ana shu umumiy qoidalardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, Qur'oni Karimni imkon boricha ehtirom qilishga, hurmat qilishga harakat qilishimiz kerak. Kindikdan pastga tushirmaslik kerak degan narsa ehtiromga xalal beradigan, Qur'onning hurmatiga zarar beradigan holatda pastga bo'lib qolsa agar, o'sha kamsitish ma'nosida, tahqirlash ma'nosida pastda bo'lib qolsa, demak bunda Qur'onga hurmatsizlik bo'ladi. Bir narsani bilish kerak, eng muhimi qanday holatda bo'lsa ham Qur'onni o'qish va unga amal qilish musulmon odamning Qur'onning oldidagi vazifasi hisoblanadi. Vallohu a'lam bissavob.